Do'stlar, Turkiya kiyimlarini sotib pul ishlamoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga 3 ta yo'lni aytib beraman. Birinchisi, bu Turkiyaga kelib, optim kiyimlarni yoki donali kiyimlarni firma narxiga arzonga olib, O'zbekiston yoki boshqa davlatdagi mijozlarga internet orqali sotish. Ikkinchisi, bu O'zbekistonda turgan holda internet orqali uydan tovar sotib daromad qilish. Uchinchisi esa Turkiya tovarlarini o'z narxida buyurtma qilib, o'zinglarni O'zbekistondagi do'konlarda sotish. Xo'p, ma'lumotlarni bildik. Endi ularni qanday amalga oshiramiz deb so'raydigan bo'lsanglar, sizlarga o'zimizning premium kanal haqida aytib beraman. Bu kanal savdoni endi boshlamoqchi bo'lgan yoki hozirgi savdogarlarga to'g'ri keladi. Agar siz uyda o'tirib tovar sotmoqchi bo'lsangiz yoki Turkiyaga kelib tovar olib O'zbekistondagi do'koningizda sotmoqchi bo'lsangiz yoki Turkiyada qolgan holda baylik sohasini qilib daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bu kanalda sizga kerakli bilimlarning hammasi beriladi. Ya'ni bu Turkiyani eng arzon bozorlarining lokatsiyalari, qaysi bozor qayerda joylashgan, qanaqa boriladi, qanaqa arzon tovarlarni topib, optimga va donaga sotiladigan lokatsiyalari beriladi. Undan tashqari, aptavik mijozlarni qayerdan topish, kargolardan tovarlarni qanday jo'natish to'liq o'rgatiladi. Agar banklardan qanaqa pul o'tkazish yo'llarini bilmasangiz, shu kanalda qaysi bankadan qanaqa to'g'ri pul o'tkazish yo'llarini to'liq o'rganib olasiz. Agar sizni onlayn biznesga qiziqishingiz bo'lsa yoki umuman noldan biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, bizning premium kanal sizga juda ham foydali bo'ladi. Sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Buyer o'zi kim va u qanaqa soha degan savol. Buyer bu savdogar yoki sellerlarga boshqa davlatda turgan holda xohlagan tovarni topib jo'natib beradigan odam. Bizning holatda bu sumka, oyoq kiyim, kiyim-kechak, sarpo sochiq va boshqa tovarlar. Ya'ni zakazlarni internet orqali olasiz va tovarlarning ustiga pul qo'ygan holda komissiya olib, o'zingizga foydangizni qilasiz. O'sha sohaga agar qiziqishingiz bo'lsa yoki shunchaki Turkiyadan optim narxda kiyim zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bizning kanallarni tavsiya qilaman. Agar kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagidagi ma'lumotlarni ko'rib, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.